Assalomu alaykum yaxshilar, tinchmisizlar, bormisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Kecha meni bir do'stim, bir og'aynim, yaqinim telefon qilyapti-da, Furqat dedi. "Ho", desam, "Sen anu televizor falon kanaliga kirgin" dedi. Zamon dedimi, 24 dedimi, 34 dedimi bilmayman, xullas televideniyani qaysidir bir kanaliga tez kir deydi. Nimaga desam, astag'firullah, ko'radigan voqea haqida gapirmayapman axir. Nima bo'lyapti u yerda televizorda desam, anaqa urush boshlanibdi Eronda, gapiryapti deydi. O'rtoq, urush boshlanganiga bugun 4-kun. Endi buni har kuni ko'ryapman desam, qanaqa ko'ryapsan deydi. Aman telefonda ko'ryapman, internetda ko'ryapman desam, qo'yay dedi, internetni qo'ysangchi, internetda ko'rib bo'larkanmi, ahmoqsan, televizorda ko'rgin deydi. Nega internetda ko'rib bo'lmaydi desam, u kichkina telefon-ku deydi, kichkina telefonda qanaqa qilib ko'rasan sen deydi. Televizorda mana haqiqiy ko'rasan, televizorda haqiqiy ma'lumotlarni olasan deydi. Yo, to'g'ri. Endi qarab turing, mana 700 ga yaqin hozir mana shu kanallar orqali ko'ryapman. Mana shu 4 kunning ichida sanab chiqsam, men hammasiga podpiska bo'lmaganman, lekin istoriyadan ko'ryapman, har kundagi istoriyadan ko'rib yozib boryapman. 700 ga yaqin YouTube'ni o'zida 672 ta bo'ldimi? Kanalni tomosha qildim. 28 o'sha ertalab soat 8 da, 28-fevral kuni soat 8 dan 10 minut o'tganda mana shu boshlangan urushni boshlanganini xabar chiqishi bilan mana shu bugun 5-kun demak 672 ta kanalni ko'rdim butun dunyo bo'ylab-da. Endi bu yerda mutaxassislar, siyosatshunoslar, yana nima deydi, o'sha harbiylar, отставкадagi harbiylar yoki bo'lmasam mana shu maxsus, ya'ni ofitsialniy deydi-yu, rasmiy kanallar, norasmiy kanallarni, lekin blogerlarni ko'rmayapman. Blogerlarni ko'rmayman. Ana shu jurnalistlar kanallarni ko'ryapman, shularni qatorida o'zimizning O'zbekistonda ham masalan Zamon.uz, yana mana bu Vaqt.uz, Kun.uz, Qalampir.uz asosiy mana shu kanallar, yana undan keyin mana Fikrat dasturi bor. Bular hammaligisi haligi bularni ham kamsitmagan holda aytaman. O'sha Yevropadagi masalan Ukrainada bir qancha kanallar, Rossiyada bir qancha kanallar deganda men televideniya kanallarini aytmayapman, televideniya kanallarini. Mana bizning Kun.uz, Qalampir.uzlarga o'xshagan mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy kanallarni nazarda tutyapman. Ana shunaqa rasmiy kanallar, mana masalan Ozarbayjonning rasmiy kanallari bor, mana Qozog'istonning rasmiy kanallari, Qirg'izistonning rasmiy. Men o'zim ko'radiganlarimni aytyapman. Mana bu Ukrainaning bir qancha kanallari, blogerlarni ko'rmayman, yana aytib qo'ying. Rossiyaning bir qancha kanallari, o'sha rasmiy kanallar, xususiy kanallar, albatta bular. Ana bunaqa o'z-o'zi O'zbekistonnikini sanab chiqdim. Mana Ozarbayjonni ham demak bir 3-4 ta kanallarini ko'rsangiz, hammasini ko'rishdan maqsad bir-biriga solishtirasiz. Endi mana bu Rossiyadagi yoki Ukrainadagi yo Yevropadagi kanallar, mana masalan Golos Zapada deydigan mana kanal bor, ya'ni G'arb ovozi. U mana bu nima deydi, ozodlik, Ozod News yoki bo'lmasa BBC, Amerika ovozi deydiganlarga o'xshab faqat bir tomonlama ig'vo qiladigan kanal emas-da. Mana masalan o'sha nima qiladi o'sha kanal? Masalan bitta misol aytaman. O'sha Golos Zapada yoki bo'lmasa mana Union kanallari yoki 24 kanali. O'zingizni fikringizni solishtirish uchun dunyoda aytadi-ku, hammani surishtirgin. Siz bilan biz hech narsani bilguvchi emas biz. Buni ham fikrini eshitdi. Ana shuni eshitadigan bo'lsangiz, asosiy bu yerda prognozlarni, ya'ni xolis bo'lib gapirayotganlar ko'plari o'sha sobiq
Amerikani generallari, sobiq Amerikani mana shu elitasi, siyosiy doiralarda ishlagan, Reaganning yonlarida xizmat qilgan odamlar, o'sha Iroqqa bo'lgan 2003-yildagi katta bir koalitsiya, katta bir urushlarda eng asosiy boshqaruvchi vazifasida yurgan, ularning familiyasini aytishim shart emas. Familiyasida yurgan odamlar, mana Yevropani bir qancha davlatlarda yashayotgan rossiyalik siyosatshunoslar, ukrainalik siyosatshunoslarni hammasini fikrini tahlil qiladigan bo'lsangiz, dunyo ikkiga ajralib fikr bildiryapti. Bu qanaqadir bir tabiiy holdek bo'lib qoldi. Qanaqadir bir O'zbekistonda qaysidir bir ayol, qaysidir bir erkak bilan fahsh ustida masalan qo'lga olinsa-yu, o'shani masalan ichki ishlar o'shani nima deydi, fosh qilsa, ichki ishlar to'g'ri qildi, ichki ishlarni buni qilishga haqqi yo'q edi. Ana ayol to'g'ri qildi, o'zini ishi, u ayolni buni qilishi gunoh. Mana bu erkak to'g'ri qildi, erkakka la'natlar bo'lsin. Melisani bu qilgan ishni ochgani noto'g'ri edi. Nimaga ishi bor, nega ochadi? Mana insoniyatda ongi tafakkuri qay darajaga bordi? Dunyo ikkiga bo'linyapti. Oddiy bir ayolni bir mahalladagi, masalan, obsujdeniyasi ham, chunki davlat shunaqa-da. Demokratlar aytadi, to'g'ri qildi deb, tana uniki, maza qilsin. Mana biz chiqamiz buni himoyasiga deb, O'zbekistondan qancha odamlar, yosh katta ayollar, to'ridan go'ri yaqin bo'lgan bir erkaklar chiqib turibdi. Ularni ko'tida hali uni orqasidan pul, qisqasi aytadiki, otning o'limi deydi, yoki eshakning sharmandagarchiligi deydi, bu itti bayrami deydi. Otni o'ligi itti bayrami deydimi? Kimnidir bir muammosi chiqib qolsa, ayniqsa mana shu fahsh muammoli ishlar, uni yopishi o'rniga mana ulug' ayyom kunlar ro'zada boru, hammasi blogeri ham, slogeri ham, balogeri ham, baloxo'ri ham, poraxo'ri ham himoya qilib bir odam borsa, bir odam unga qarshi bor. Ikkiga bo'linib, bir-birini haqoratlab, dabdala qilib, jamiyat mayli bir gala, bir poda, bir to'da ikkiga bo'linsa, mayli bir-biri bilan shohtirashsa, butun jamiyat, yoshlar sho'ring qurgur, nima qilsin yoshlar, bizga o'xshagan bunaqa nima desam bo'larkan, oramizda betopiqlarimiz, imonsizlarimiz, soxtakorlarimiz Allohni taniyman deb, Allohning xizmatidaman deb umuman boshqa ishlarni qilib yurganlarni ko'rgandan keyin bu yoshlar juda qiyin, hozirgi yoshlarga. Kimni tanlasin, kimni ketidan yursin? Mana shunaqa vaziyat butun dunyoda ro'y beryapti. Mana ko'zimni shunday boylab qo'ying, kanalni masalan 100 tasini qo'ying, nomi o'sha qolmay aytayotgan 600 dan oshiq kanallar. Nomini men o'qishim yoki birov aytish shart emas. Menga umuman noma'lum kanal ular. Masalan, men bo'lsam bir 100 ta kanalga tanlab obuna bo'lganman. Butun anaqa bo'yicha nima deydi, o'sha mintaqalar bo'yicha o'z-o'zi Markaziy Osiyo kanallari, o'sha o'z-o'zi O'zbekistonnikidan boshlayman, mana Kavkazdan, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Yevropa davlatlari, ana o'shalarni hammasini ruschada eshitaman. Inglizchani bilmayman, tarjimasini eshitaman. Demoqchimanki, butun dunyo aqldan ozdi. Dunyo aqldan ozmadi, dunyo joyida turibdi deyishadi. To'g'ri, dunyo joyida, Allohni yaratgan hamma mahluqotlari joyida turibdi. Lekin inson uni qalqitmoqchi, inson uni o'zini yo'liga solmoqchi. Lekin yaratguvchi boshqa. Men bunaqa yaratganingni xohlamayman, men bunaqa qilaman, deyapti. Bu hammasi Allohdan. Bu hammasi Allohga, demak, bizani shu duolarimizni yetib borishiga yosh katta odamlar munosib bo'lmay qolganligi o'zidan. Shuning uchun nuqul aqlini nima deydi? Masalan, birov birov ana tramboyni so'kadi,
birov Putinni so'kadi. Ha endi o'sha Tramp ham saylab qo'ygan-ku, odam sanga o'xshagan odamlar. Demak, sanga o'xshagan odamlar aqldan ozgan. Uni saylab qo'ygan yoki Putinni. Uni buni so'kish kerak emas, hammasini Allohdan deb bilish kerak. Alloh to'zim bersin. Boshqa ilojimiz yo'q. Hammasini bandasi yuguraveradi, yelaveradi. San qilasan 30, men qilaman to'z degan Alloh. Hammamizga mana ulug' oyam kunlarida so'raymiz. Butun mana nimaga men mana shu kanalimga yozib qo'yganman. Dunyoda tinchlik bo'lsin. To'g'ri, avvalo yurtga tinchlikni bersin deymiz. Endi hozirgi kunda butun dunyoga, butun globus deydimi, butun olamga tinchlik so'raydigan zamonimiz. Ana shuni iloyo yoshlar ko'paysin, murg'aylar, norasidalar. Ana shularnigina faqat Alloh taolo shularnigina hisobiga nima qiladi? Dunyoni tinch qiladi, o'zini qo'lida bandasi yuguraveradi, yelaveradi. Allohga iymonimizni demak salomat topshirishimizni Alloh nasib qilsin.